Men topib oldim festivalda, aka. Disklarni qaranglar buni. Voy! Yagona bu ham. Onanib ketdi 222. Mercedes-Benz W222 kuzovida. Yorildi-da bu mashina, aka. Atmosferani qaranglar. Salon qaymoq rang edi. Polniy o'zgardi. Ko'rasizlar? Saber atmosferasi qilingan. Hattoki sizeniyani perforatsiyalari ham Saber brendi ostida mana bu yerda Maybach bo'lardi yoki AMG bo'lardi. Michael Brach degan. Logotip yasalgan. Ajoyib. Qaranglar alkantaralarni. Har bittasini olib keltirib, alkantarasini, mamli ko'jalarini chet eldan bitta zakaz qilib yig'ishdi. Gap yo'q. Ko'rasizlarmi ko'pligini? Maybach. Endi reaksiya bildirib qo'yinglar. Bu avtomobil yagona avtomobil O'zbekistonda. Imенно shunaqa tuning qilingan yagona avtomobil. Menga yoqdi. Endi tasavvur qilsanglar avtomobilni salon rangi qaymoq rangida mana shu holatga o'zgartirildi.